Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tutingmisizlar? Xonadonlaringizga fayz baraka tilagan holda video obzorimizni boshlaymiz. Bugun 6-may 5-oy 2026-yil eshiklarimizni baholi qudrat ko'rsatishga, tanishtirishga harakat qilamiz. Mana bu eshiklarimiz mana high-tech eshiklarimiz. Qulf kalit oshxona bilan bo'ladi. Ochilishlarga, yo'nalishlarga qarab turib qo'yib berilaveradi. Mana ikki qanotli eshiklarimiz bor. Mana bir qanotlilari, mana ikki qanotlilari mana. Endi mana romlarga kelyapmiz. Mana romlarda hamma razmerlari bor. 6 xil svetimiz bor mana. Romlarda mana Mokri Asfal yangi chiqqan nimalarimiz, svetlarimiz mana. Keyin mana romlarda ham mana ikki chekkasi ochiladigan romlarimiz. Mana ikki qanotli romlarimiz. Mana bortliliklarda avval yog'ochda shunaqangi 10 yil oldin shu stilda yog'ochda chiqardik, bortli. Ya'ni bu bortli nima? Aynan mana o'tdagi o'rnaydi. Mana tomoni mana olinadi, mana tomoni olinadi. Aynan o'tdagi tushadi, bundan kelib chiqadi. Bu tomoni ham rom hisoblanadi mana. Aynan ko'rinmaydi. Boshqa ruchkalari hamma yo'q tayyor. Endi tabiiy savol kelishi mumkin. Buni eshiklari qatta mana. Buni eshiklari mana. Mana bir qanot, buni o'zining eshigi hisoblanadi mana. 90 ga 225. Buni 2 metrligi ham chiqadi. Keyin mana qanday bortli eshiklarimiz bor mana. Bu krashini deyshadi. Krashka sepilgan. Bu mana bortli. Yetada borti bor. Endi xuddi shuni borti yo'q mana. Aboyli eshik mana. Mana high-techlar. Mana romlarimiz. Endi yana so'raganlarga teraskariga, ichkarisiga mana katta romlarni ham chiqarib qo'ydik. Razmeri 1.70, 1.80, 2 metr. Ikkita o'rtasi ochiladi buni. Agar yomg'irga, quyoshga teskari bo'lsa, bemalol qo'ysangiz bo'laveradi. Mana eshiklarimiz bor, chinor svetida. Mana o'si bir qanoti. Mana o'sha aytganimdek kalashnikda ikki chekkasi ochiladigani. Mana eshiklarimiz. Mana hali eshik, bortli eshigimizni akalar ikki qanotliga mana. O'sha hozirgi Xitoy aboylariga nihoyat chiroyli turadi. Ko'p joylarga qo'yib beryapmiz. Bu asosan zakaz asnosida bo'lardi. Endi mana bozorga ham targ'ib qildik. Bozorga ham chiqardik mana. Narxi bunaqa nima emas. Juda qimmat emas. Sizlarga ma'qul keladigan mo'tadil narxlarda. Hozir endi bitta narx chiqarib qo'ysak, keyin bunaqa edi, yo bo'lmasa qimmat ekan, arzon ekan, bas o'zlaringiz ko'rib, sifatini tekshirib, shular bilan kelsangiz ham mayli, o'zlaringiz ham kelsangiz ham mayli, ko'rib, eshikka baho berib, yoqtirgan svetlaringizni chiqarib beraveramiz. O'zimizda ishlab chiqarish bor. Narxlarni qo'ymaganimiz sababi shu. Narxlari arzon. Kelib bemalol boshqa joylardan so'rab surishtirib, keyin oxirgi bizning joyga kelib narxlarni tafovutini bilsangiz bo'laveradi. Mana manzilimiz o'sha Qumtepa bozori, Taxta bozorning o'ng tomonida keladi. Kelib o'sha 90lik bilan 90lik 290 75 46 telefon qilsalaringiz kelib ko'rsatib, sexlarga olib kirib, agar chetdan ishlaysiz bitadigan bo'lsa, chetda ishlaysiz bitirib beraveramiz. Mayli, sog' bo'linglar, hammalaringizga omad. Agar ozgina bo'lsa ham sizlarda taassurot qoldirgan bo'lsak, ishlarimiz bilan xursand bo'lgan bo'lamiz. Sog' bo'linglar.